Ikkita flagman, bitta taxt. Faqat bitta savol. Kim g'olib chiqadi? 2026-yil smartfon bozorining eng qizg'in yili. Apple hamda Samsung bir-biriga yana qarshi chiqdi va bu safar farq har qachongidan ham kichikroq. iPhone 17 Pro Max, S26 Ultra ikkalasi ham eng yaxshisi nomiga da'vogar. Do'konimizga har kuni o'nlab odam kelib, aynan shu savolni beradi. Va bugun men sizlarga marketing gaplari emas, real raqamlar va real testlarni ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rmasangiz, real testlardan quruq qolasiz. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizani endi ko'rayotganlar uchun iLevel do'konida faqatgina ishonchli va kafolatli iPhone'lar sotiladi. Manzilimiz Toshkent shahri Malika bozori A19. Shundoqqina yo'lning yuzida. iPhone 17 Pro Max bu yil kutilmagan qaror qabul qildi. Titan korpus o'rniga aerokosmik darajadagi alyuminiyviy korpusiga qaytdi. Nega? Chunki alyuminiyviy korpus issiqni samarali tarqatadi. Bu esa telefonni qiyin programmalarda ham oson ishlashini ta'minlaydi. Telefoningiz qizib ketishini oldini oladi. Old tomonda keramik shield himoya shishasi, orqa tomonda esa minimalistik body dizayn. Samsung S26 Ultra esa umuman boshqa dunyo. Burchakli metal ramka, professional tuyg'u uyg'otadigan korpus va Apple ekotizimida umuman yo'q bo'lgan narsa Samsung S Pen. Ekranlari deyarli teng. Ikkalasi ham 6.7 dan 6.9 dyuymgacha. Ikkalasi ham nafis, farq detallida. Samsung tekis chetlarini tanlagan. Apple esa o'zining tanish yumshoq burchaklariga sodiq qolgan. Xulosa aniq. Agar sizga vaqt sinovidan o'tgan minimalizm kerak bo'ladigan bo'lsa, Apple g'alaba qozonadi. Agar sizga funksionallik hamda yangi imkoniyatlar muhim bo'lsa, Samsung. Endi korpusni ichiga o'tamiz. iPhone 17 Pro Max ga jihozlangan A seriyasidagi chiplar nafaqat tez, ular ham aqlli, ham energiyani teng taqsimlaydi. Og'ir o'yinlarda ham qizib ketmaydi va eng muhimi, vaqt o'tishi bilan tezligini, kuchini yo'qotmaydi. Samsung esa o'zini eng oxirgi Snapdragon chiplari bilan jihozlandi. Grafik ishlash tezligida, ayniqsa sun'iy intellekt vazifalarida ba'zida Apple'dan ham o'tib ketadi. Galaxy AI bu shunchaki qo'shimcha funksiya emas, bu Samsung strategiyasining markazi. Lekin rostini aytsam, kundalik hayotda bu farqlarni his qilmaysiz ham. Va mana siz kutgan qism, kameralarning xarakteristikalari. Kunduzgi yorug'likda ikkalasi ham ajoyib, lekin bitta nyuans bor. Apple kamerasi ranglarni realistik qilib oladi. Samsung esa ranglarni aniq, tiniq ko'rsatadi. Yorqinroq va jozibaliroq. Qaysi biri to'g'ri, bu уже did masalasi. Xo'p, tunga o'tamiz. Bu yerda kartina ancha o'zgaradi. Samsung qorong'ilikdan ko'proq yorug'likni tortib oladi. iPhone esa biroz jiddiyroq, lekin har doim aniq va realistik natija beradi. Zoom bo'yicha bu yerda musobaqa yo'q. Samsungning periskop linzasi 10, hatto 30 barobargacha optik zoom beradi va sifat hayratlanarli darajada saqlanadi. iPhone bu masofada raqobat qila olmaydi. Video suratga olishda esa pozitsiyalar teskari. iPhonening stabilizatsiya hamda rang aniqligi juda ham kuchli. Professional video blogerlarning aksariyati ham tasodifan buni tanlamagan. Kunduzgi video hamda video kontent uchun Apple, tungi surat va uzoq masofa uchun Samsung. Kundalik hayotda eng kerak bo'ladigan narsa bu batareyka, ya'ni zaryadka. iPhone 17 Pro Max zaryadkasi o'rtacha 10 soatdan 18 soatgacha yetib beradi. Bu qanaqa programmalar ishlatishingizga bog'liq. Zaryadlash tezligi esa 22,5 Watt. Lekin Samsung bilan solishtirganda haligacha bir qadam orqada. Samsung S26 Ultra esa kattaroq batareyka hamda sezilarli darajada juda tez zaryadlash quvvati bilan chiqadi. Atigi yarim soatda telefon 60% dan oshiq zaryadga yig'ib qo'yadi. Shoshilinch vaziyatlarda ham juda ham qulay. Dasturiy ta'minot bu siz uchun har kungi qulaylik. iOS, soddalik va barqarorlik. Agar sizda MacBook, iPad, iPhone, AirPods bo'lsa, hammasi bitta tizimda bo'ladi. One UI esa moslashuvchanlik bo'yicha chempion. Ekranni ikkiga bo'lish, chuqur sozlash imkoniyatlari va Galaxy AI ni real vaqtdagi tarjimasi kabi funksiyalar kundalik hayotingizni osonlashtiradi. Xo'sh, kim yutdi? Agar siz Apple ekotizimida bo'lsangiz, video kontent yaratsangiz va realistiklikni hamma narsadan ustun qo'ysangiz, iPhone 17 Pro Max sizniki. Agar sizga S Pen, zoom kuchi, masofadan turib rasmga olish va tez zaryadlash muhim bo'lsa, unda Samsung Galaxy S26 Ultra g'alaba qozonadi. Faqatgina sizning ehtiyojingizga mos bo'lmagan tanlov bor. O'zingiz qo'lingizga ushlab ko'rib, solishtirib ko'rmoqchimisiz? Manzilimiz Malika bozori A19-do'kon.
Keyingi videoda qaysi telefonlarni solishtirishimizni yozib ketsangiz ham bo'ladi.